Xitoy doiralari yaqinda Turpan aerodromidan Beijingga bevosita uchadigan Avo-Osiyo liniyasi ochgan bo'lib, Xitoy oqqonlarini Sharqi Turkistonga jalb qilish uchun ta'sis qilingan yana bir havo yo'li ko'paygan. Xalq to'rining 27-iyuldagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharqi Turkistonga Xitoy oqqonlarini ko'plab ko'chirib kelish uchun Xitoy Birlashma Avo-Osiyo cheklik shirkatining KN 2207 Beijing Turpan yo'lovchi Avo-Osiyo liniyasini yo'lga qo'ygan. Buning bilan Beijingga bevosita uchadigan Avo-Osiyo liniyasidan yana biri ko'paygan. Tayvan tarafqollarının nama'lum manbalarni naql keltirib xabar qilishicha, Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi seshanba kuni Osiyo ziyaratining bir qismi sifatida Tayvanni ziyorat qiladi ekan va Taybeyda bir kecha turadi ekan. Oqsaroy davlat bexatarlik kengashining strategik aloqa moslashtiruvchisi John Kirby Nancy Pelosining Hind-Tinch okean aloqasi doirasida Tayvan ziyaratining intayin tabiiy masala ekanligini, uning bu ziyoratni qilishga huquqli ekanligini bayon qildi. Yana bir tarafdan Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian agar Pelosi ziyoratda ching tursa, ig'ir oqibatlar kelib chiqadi dedi. Yevropa Ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen o'zining ijtimoiy aloqa to'rida Ukraina iqtisodiga yordam berish uchun tayyorlangan makro moliya yordami haqida uchur berdi. Von der Leyen biz Ukrainani 500 million yevro qo'shimcha makro iqtisodiy yordam bilan ta'minladik dedi. Hamda ularning Ukrainaga yana 500 million yevro avatadiganligini bayon qildi. Pokistonda general-leytenant Sarfaraz Ali qatorliq 6 nafar armiya a'zosini elib mangan bir harbiy tikuchar aeroplan g'oyib bo'ldi. Armiya taraf mundaq dedi. Pokiston armiyasining bir tikuchar aeroplani g'arbiy janubidagi Kalkun ofatining ta'siriga uchragan joylarda yordam va qutqizish vazifasini ijro qilayotganda rayon kontrol munori bilan bo'lgan aloqasi uzilib, dushanba kuni kechda g'oyib bo'ldi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo arab davlatlari Isroiliyani yadro qurollarini kengaytmaslik shartnomasiga kirgizishga chaqirdi. Arab guruhi deb atalgan davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlisida o'tkazilgan 10-qitimliq yadro qurollarini kengaytmaslik shartnomasini ko'zdan kechirish yig'inida Isroiliyaning yadro qurollari masalasini kun tartibga elib keldi. O'zbekistondagi asosiy qonunga tuzatish kirgizish takliflarini oshkora muzokara qilish vaqti oxirlashdi. O'zbekiston asosiy qonun komitetining bayonotiga qaraganda 6-oyning 25-kuni asosiy qonunga ba'zi o'zgartishlarni ko'zda tutgan loyiha jamoatchilikning muzokarasiga echib etilgan bo'lib, asosiy qonunga tuzatish kirgizish to'g'risida fuqarolardan 120 mingga yaqin fikr va taklif o'tirg'i qo'yilgan.